Assalomu alaykum hammaga, charchamayapsizlarmi? Bugun rasprodajalar zo'r bomba rasprodajalar qilamiz. Aksiya skidga tovarlar bo'ladi. Etik ko'pchilik so'raganlar bor edi. Hozir bu yerda juda tiniq ko'rinmayapti. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysalar, o'sha yerda yana ham aniqroq, tiniqroq narxlar bilan yozib qo'ygan bo'lamiz. Siz narxlarni aytishni boshlayman. Sizlarga ham vaqtlayni olmay ko'pchilik narxini tezroq ayting deyapti. Shu yerga ham like bosib, obuna bo'lib, podpishka qilib qo'yinglar. Bu Xitoy tovari. Hozir ko'rsatadigan hamma tovarlar Xitoydagi. Narxini buni sizlar uchun 85 ming so'm qilib beramiz. Kanalimizda 95 ming, 90 mingdan turibdi narxi. Sizlar uchun ko'rib siz yozib o'sha videodagi narxda qilib bering desalaring, 85 mingdan qilib beramiz. Soni ko'p emas. Keyin mana ularni ko'ringlar, mana bular ham zo'r sotilgan narsalar. 77 ming so'mdan sotganmiz. 77 ming so'mdan buni yana 1-2 ming so'm tushib beramiz. Arzon qilib beringlar desalaring, video bo'yicha yozyapti. Shu videodagi narxlarda qilib beringlar desalaring, men sizlarga arzon qilib beraman. Etikni narxini taxmin qilib turinglar uchun ish chiqadi mana shu. Ko'ringlar, sifatlarga baho beringlar, kommentariy yozinglar. Olgan bo'lsalaring ish puldan oldilar donaga. Shularni ham yozib o'tinglar. Bir-biridan chiroyli bo'lgan assortimentimiz juda ham ko'p. Sizlar Telegramdan o'tib yozsalaring, nomer qoldiraman. O'sha nomerga kanal deb yozinglar sizlar. Gruppani qoldirsam, silkasini ko'pchilik topolmayapti. Shuning uchun shunday o'tib yozib olsalaring, menga qulay bo'ladi. Kanal desanglar ham bo'ldi. Oshchaga yozishlarga kerak emas. Shunday nomer qoldiraman, shu nomerga o'tinglarda kanal deb qo'yinglar bo'ldi. Men shuni tashlab beraman narxlari bilan. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Bularning narxi o'zi 85 ming chiqish kerak. 85 ming qo'yishim kerak gruppaga bularni. Lekin sizlar uchun buni narxini 80 ming so'mdan qilib beraman sizlar uchun. Sizlar o'tib yozinglar. Menga shu video bo'yicha narxlarni aytinglar. Yana video bo'yicha narx qilib bering desalaring, men sizlarga buni 80 mingdan qilib beraman. Kanalga lekin 85 yo 83 dan qo'yamiz uni. Hozir men nima qilib aytaman. Bular o'zi 150 ming shunaqa atrofida sotilgan narsalar. Mana tovarlar ham 90 ming, 100 minggacha sotilgan bular. Narxi tushib hozirda 55 ming so'mdan bo'lib qoldi. Bular ham ko'p emas. Masalan, bir qopdan yo bir pachkadan qolganlari bor ichida. Zo'r tovarlar, Xitoy tovarlar bular. Narxi 55 ming so'mdan. O'zi buni yaqinda ham 60 mingdan sotib turdik. O'zi rasprodaja 60 ming edi, yana ham tushdi. Bag'ga xudo xolasa bomba aksiya skidga tovarlar bo'ladi. Inshaalloh kuzatib turinglar. Hammasini kanalda yoritib boramiz. Ko'rishlar bilan siz o'tinglar. Nimaga o'tgan safar 25 ming so'mdan oyoq kiyimlarni tarqatib yubordik. 25 ming so'mdan bitta sotganimizda 40 pachka, 30 pachka tugab ketdi. O'shanaqa narsalar o'tkazib yubormasligi uchun siz o'tib kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqa qaynaqa aksiyalardan xabardor bo'lib turasizlar. Bular ham yangilik tovar, bugun keldi mana. Vashita padoshlari zo'r, balandgina. Mana sovuq kunlar kelyapti, o'shanaqa paytda olganlarga xursand bo'lib ketasizlar. Agar sotuvchi bo'lsalaring, olib qo'ysalaring, vaqti xursand bo'lasizlar, yaxshi qo'yib sotasizlar. Agar kiyuvchi bo'lsalaring, bir pachka olib qo'ysalaring ham, yaqinlaring bilan nima qilib bo'lishib kiysalaring ham zo'r narsa. Maza qilib foydalansizlar. Hozir buni ham narxini aytaman. Mana buni ham ko'ringlar. Buni ham narxini arzon qilib beramiz. Mana shu qorasi qopti. Xo'p, qaranglar. Mana uni narxini 69 ming so'mdan 1-2 pachkaga qilib beramiz. 1-2 pachka olgan. Ko'proq olsalaring, oz-ozdan tushib beramiz. Ko'p tusholmaymiz lekin. Bunisini 79 ming, 85 mingdan o'zib qo'yib sotdik boshida. 85 ming, 95 ming sotdik. Hozir sizlar uchun ko'p qolmagan 79 ming so'mdan buni ham qilib beramiz. 79 ming, bular 69 ming. Xo'p, mana tovarni ham ko'ringlar, 59 ming so'mdan 1-2 pachkaga qilib beramiz, lekin u shu dahshat narsa ekan, qo'limda turibdi, shunaqa yengil, padoshlari yumshoq, sovuqda qotib qolmaydigan padoshlardan xudo xolasa. Keyin mana undan ham bir pachkadan qoldi, 55 mingdan qo'yishim kerak gruppaga, sizlar uchun 50 mingdan qilib beraman. Ko'rishlar bilan yozinglar, videodagi narxlar bo'yicha deylar. Iloji bo'lsa, yoqqan tovarni skrinshot qilib olinglar, menga ham oson bo'ladi, qulay bo'ladi naqlishim uchun. Kimonaga kirasopga mana ham juda ko'pchilik yaxshi ko'rgan edi, tugab qoladi, yana keldi, ko'p emas, sho'rpachka bor, 79 ming so'mdan qilib beramiz. 79 mingdan. Bosaverasizlar, lekin mana bu narsa yengil, dahshat narsa ekan. Skromniy, yosh tanlamaydi. Yosh kishilarga ham, yosh kattaga ham zo'r tushib ketaveradi. Bular endi sal молодёжниroq yoshlar bor, o'rta yoshlilarga kiyaveradi. Mana uni ham hammaga tushib ketaveradi, yoshi qariga tushib ketaveradi. Bu ham shunaqa skromniy tovar. Bularni olib qo'ysalar yutqizmaysa, bu narsa oddiy narsa, shunaqa ko'zga yoqimli bo'ladi. Ko'rgan odam olgisi kelaveradi. Bu unaqa narsa emas. Shu keyin sizlarga nima ko'rsatsam ekan? Ular aslan narsamiz shu, yana hozir rasprodaja narsalar bo'lsa ko'rsatib o'taman. Mana bunaqa narsalarimiz bor, yozsalar bularni ham arzon qilib beramiz. Ko'rishlar bilan siz obuna bo'lib, like bosib, kanalga o'tib, nomerimga yozinglar, nomerimga o'tib yozib, obuna kanalda yozib olsangiz men sizlarga tashlab beraman. Bunaqa
tovarlarimiz ham bor. Bular yuqoriroq, lekin bular endi kuzgi tovarlar. Qolasizlar, bulardan ham qilib beramiz arzon qilib. Shu hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Yana nimadir yangilik bo'lsa, sirasi qo'yamiz. Kanalimizni kuzatib, poddesh qilib turinglar. Do'stlar, ko'ringlar mana, bugun o'zi sotilingan tovarlar mana shu obzor qilib turganimni mana kanalga qo'yganmiz. O'zi ketishni boshladi mana. 5-6 pachka pata turibdi. Yana boshqa joyga olib qo'yganlarim bor. Mana shu bugunning o'zida 10 pachkadan oshiq sotdik. Hozir mana borligida olib qolinglar. Hozir bor. Lekin 1-2 kundan keyin tanlanib qolishi mumkin. Sirasi o'tinglar kanalga. Aloqadamiz. Nomerlarga telefon qilinglar. Iloji bo'lsa Telegramdan yozsanglar yaxshi menga. Xo'sh, do'stlar, mana ko'ringlar, dastavkalarimizni mana 29 minglik tovarlarimizdan 10 pachka mana bugunga ish bitadi, xudo xolasa 10 pachka. 9 pachka ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pachka bugungi dastavka qilib beryapmiz, xudo xolasa. Bu 28 minglik tovarimiz. Bundan 5 pachka, bunga hozir yana 1 pachka qo'shaman. Svetlari mana hamma hadovoy svetlari qolgan. 28 ming, 29 mingdan. Kanalga sirasi o'tinglar, zo'r qiziq narsalar ketyapti. Mana buni ham hali endi videoda olib tashlagan edim. Video davomida ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana shundan 59 mingdan qo'ydim, bir pachkani sirasi ketdi. Bular mana ko'ringlar. Bu 50 ming so'mdan, buni boshqa rasvetkalari ham bor. 55 sotib turadi, 50 mingga tushdi. Shu kanalimiz 100% ishonchli, hamma joyga dastavka xizmatimiz bor. Mana Qo'qon bozoridan savdo qilamiz. Hozir mana ko'pchilik yig'ishtirdi. Mana bunaqa tovarlar bor bizda. Turli tuman. Bularning hammasi narxlar bilan o'tgan, bundan oldingi videolarda aytib o'tganman. Mana bunaqalari bor. Har xil tovarlarimiz bor. Lora piano so'raganlarga Lora piano bor, bulardan ham bor. Mexligi. Assortimentimiz seroq, kanalga o'tsanglar, o'sha yerda podrobniy hammasini narxi, razmerlari bilan tushuntirib o'tganmiz. Bexijolat, qo'rqmasdan zakaz beraverasizlar. Hamma joyga chiqaveramiz. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekistonning 12 ta viloyatida, chekka joylarda yashasanglar, chekka joylarga ham chiqarib beraveramiz.